Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan men bugun Fantamuz va biza bugun sizlar bilan Minecraftdagi horror moblar bilan jang qilamiz. Biz 3 xil horror mob bilan jang qilamiz. Birinchisi bu Jailer modi, ikkinchisi Mimik va oxirgisi eng kuchlisi Goatman modi. Biz bu modda mana shu o'zim yasagan bronyalar va qurol va aslahalar yordamida bu horror modlar bilan jang qilamiz. Hammasini olib oldik. Bu yerda bizga kerakli narsalar ham mavjud. Agar yaxshilab joylashib olgan bo'lsangiz, biz videoni boshladik. Birinchisi bu Jailer modi. Ovozing qursin seni. Hozir mes bilan buni dabdul qilamiz. Qanunda ketdi. Mana senga, mana oxiri bizni mes zarbamizga bu chidolmadi. Biz birinchi horror mobni yo'q qildik. Bu ikkinchi horror mob, bu esa Mimik. Minecraftdagi juda ham qo'rqinchli Steve'ning horror versiyasi bo'ladi. Mana eshitdim. Eshik ochib keldi. Yo'q. Qo'che. Yana tegmay qoldi. O'zi ham tushib ketib qoldi. Короче, tezroq yo'q qilish kerak. Menimcha buni ham men yuta olaman. Chiqay. Qani. Bam. Menimcha biz buni ham yo'q qildik. Endi esa 3-horror modga o'tamiz. Oxirgisi bu Goatman modi. Videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Biz u Goatmanni ham yo'q qildik. Video yoqqan bo'lsa, like va obuna tugmachasini bosib qo'ying. Agar video yoqqan bo'lsa, like va obuna tugmachasini bosib qo'ying.